Maftuna. 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 Nima bo'ldi Maftuna? Doktor, ayolimning ahvoli yaxshimi? Tuzumi hozir? Ayolingiz juda ham qattiq stress, qo'rquv oqibatida hushlarini yo'qotganlar. Lekin hozir ancha yaxshilar. Aytgancha ayolingiz homilador ekanlar, ularga qattiq siqilish mumkin emas. Ehtiyot qilasiz. Qani? Kiramiz. Endi bu yog'iga o'zingni ehtiyot qilishing kerak, chunki homiladorsan. Nima yeging kelsa menga yetgan, ishdan kelayotganimda olib kelaman, xo'p? Yur. Qani, ichkariga kir.